Toza havo eng global muammo bo'lib turgan paytda sizlarga Farg'onaning eng baho joyidan zo'r uy topib qo'yganmiz. Mindonobodga kelganmiz. 5 qavatli yangi qurilgan uylarning 4-qavatida 3 xonali zo'r kvartira chiqib qoldi. Videoga like bosib obuna bo'lib turing, uyni topib ko'rsataman. Do'stlar, kirib yashashga tayyor holatdagi 3 xonali kvartira 4-qavatda g'ishlik dom, tashqaridan mana kirish qismlari ko'rishingiz mumkin. Keng va baland uzun koridori, remontlari yaxshi holatda qilingan, yoqtaglari esa parket pol. Narsani olib kirasizlarda yashaysizlar bo'ldi. Bu tomonda birinchi umumiy sanuzeli ko'rishingiz mumkin. Kafellari qilingan, holatlari yaxshi holatda, hali hech kim kirib yashamagan. Bu tomonda esa birinchi xonasi ko'rishingiz mumkin. Bolalar xonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Romlar, akfa romlarda issiqlik tizimidan esa mutlaqo muammosi yo'q. Batareykalar barcha joylarga, hatto koridorga ham ilingan. Yonida esa ko'rishingiz mumkin yotoqxona, televizor, mana bu shkaf, yotoqxona mebellari o'rnatilgan, qoldiriladi. Holatlari yaxshi holatda. Bilasizlar, bu yerda gaz, suv, svetdan mutlaqo muammosi yo'q, juda ham zo'r hudud. Bu yerda esa ko'rishingiz mumkin mehmonxona, mana bu mebellar ham qoldiriladi. Bu tomonda esa oshxonasi joylashgan. Ixchamgina oshxona jihozlari ham bor, dush kontur o'rnatilgan. Mutlaqo muammo yo'q. Juda ham yaxshi holatda. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Kirib yashashga tayyor holatdagi kvartira 3 xonali 64 kvadrat metrga ega. Narxi esa $30,500 baholanyapti. Albatta, kambar qiziqqanlar o'zga raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Videoga like bosib do'stlaringizga ulashishni unutmang. Bizga obuna bo'ling, sizlarga bundan ham zo'r uylarni izlashni davom etamiz.